oxiri shu taksidan zakaz qildik mana 1 millionlik chiqadi. To'xtang, ey. Amerikada hamyurtlarimiz Uber taksi chaqirib xizmatdan foydalanishibdi va 10 minut yo'l yurgandan keyin hisob bor yo'g'i $18 bo'libdi. Menimcha Amerika uchun bu juda katta pul emas. Arzon bo'lishining sabablaridan biri haydovchining yo'qligi va unga oylik to'lanmasligi. Faqat shu yoqilg'iga pul sarflanadi va shuning uchun ham taksi arzon bo'ladi. Menimcha bu taksi, haydovchisiz taksilar ham bizga ham yaqin 10 yilda kirib kelsa kerak va ommalashsa kerak, chunki уже ko'ryapman, qishloq xo'jaligiga traktorlarni avtomatlashtirib haydovchisiz ishlov berishda yo'lga qo'yishyapti ekan, o'zimizda ham. Va o'ylaymanki, taksilar ham kirib keladi. Men bu gaplarim bilan ishchilar yo'q bo'lib ketadi, qiynalamiz degan xayolga olib bormoqchi emasman. Qaytaga fan texnika rivojlangan sari odamlarning hayoti yaxshilanib, osonlashadi. Ko'p ishlamasa ham yaxshi pul topadigan bo'ladi. Shunaqangi fikr eshitdimki 2008-yilmi tug'ilganlarda kasb hali kashf qilinmagan degan fikr eshitdim. Va bunga qo'shilaman men, sababiki men o'zim 94-yil bo'lsam, men tug'ilgan paytimda marketplace degan tushuncha bo'lmagan. Amerikada endi tug'ilayotgan bo'lgan bu fikrlar. Lekin mana bugunga kelib 2025-2026-yil, даже men 2022 boshlaganman. Shunda shunaqa tushuncha kirib kelgan. Lekin tug'ilganimda unaqangi ham bo'lmagan. Kasb bo'lmagan, lekin hozir men shu kasb bilan shug'ullanaman. Sizlar nima o'ylaysizlar? Kelajakda qaysi kasb yo'q bo'lib ketadi?